Eng katta falokat ilmsizlikdandir. Xato to'g'ri yo'lni ilg'amaslikdandir. Har xato bir tovon talab qilganda, har qadam hisobi kitobindadir. Hayratlandim joyda to'xtab turolmaslikka. Ildamlashga majbursan ulg'aygan sari. Vaqt kuni o'tkazib keksaygan chog'da shaydir omonat egasi saron olmoqqa. Bu yo'lda ixtiyoriydir odim. Vaqt kuni qadam majburiy. Tutib turolmassan umr daryosin, daqiqai soniyalar hatto davriy. Bunda yo'l to'g'rimi, taqdir mukofot, aksimi bosganing har egri qadam, xoh atayin, xoh bilmayin qilding xato, ajri tovoni majburiydir, haqdir Xudo. Xatoyimni hech kim bilmadi dema, inson qarichi bilan o'lchamas sinoat. Bir xato ba'zida bir umrlik jabriston tortib yashashga arzirlik. Ba'zan odamzod bitta xatoni badalini butun umr to'lib o'tib ketar ekan. Xoh eshit, xoh eshitma, xoh amal qil, xoh amal qilma, ixtiyor o'zingda. Lekin xatolaring uchun badal to'layotganingda taqdir izmida, Alloh hukmida bo'lasan. Hech narsaga qodir bo'lmay qolasan. Shuning uchun ham bu yuzlanishni inkor qilib bo'lmas yuzlanish deydilar deb.